Assalomu alaykum. Mazkur bibliografik ko'rsatkich Xo'ja Abduberun majmuasining boy tarixi, me'moriy xususiyatlari, shakllanish bosqichlari hamda uning ijtimoiy-ma'naviy ahamiyatini yorituvchi manbalarni o'z ichiga oladi. Xo'ja Abduberun majmuasi Samarqand viloyatida joylashgan muhim tarixiy, me'moriy va ma'naviy obidalardan biri hisoblanadi. Ushbu majmua xalqimizning boy tarixiy merosi, diniy ma'rifiy qarashlari va milliy qadriyatlarimizni o'zida mujassam etadi. Bibliografik ko'rsatkichdagi manbalar majmuaning vujudga kelish tarixi, unda olib borilgan restavratsiya ishlari, ziyoratgoh sifatidagi o'rni va bugungi kundagi ahamiyatini ochib beradi. Ayniqsa majmuaning xalq orasidagi e'tibori va ziyorat madaniyatidagi o'rni alohida e'tirof etilgan. Ushbu bibliografik ko'rsatkich tarixchilar, tadqiqotchilar, talaba hamda madaniy meros qiziquvchilari, keng kitobxonlar ommasi uchun muhim axborot manbai hisoblanadi. Xo'ja Abduberun majmuasi haqidagi mavjud adabiyotlarni tizimli tarzda jamlagani va ilmiy izlanishlar olib borishda katta qulaylik yaratadi. Xulosa qilib aytganda, Xo'ja Abduberun majmuasiga bag'ishlangan bibliografik ko'rsatkich tarixiy me'moriy merosimizni asrash, o'rganish va kelajak avlodga yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. E'tiboringiz uchun rahmat.